بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram azizlar, hurmatli mehmonlar, qadamiylarga hasanot, ko'rsatgan oqibatinglar, tashrifinglarga Alloh ajrlar bersin. Azizlar, bugun ushbu xonadon Otabek akamizning xonadonlarida mehmonmiz, sababi boisi to'y oldi. Ehson o'tganlarni eslab, umidvorlarni yo'qlab, ko'ngil yaqin yori birodarlarni chorlab ehson qilmoqdalar. Inshaalloh ertaga to'y, qizlarini uzatish, nikoh to'yi munosabati bilan o'g'il uylantiryaptilar. Alloh taolo keladigan kelinimizni qadamini qutlug' qilsin. Yoshlarimizga Alloh baxt bersin. Azizlar, bugun xonadon ahllarini ham siz azizlardan umidvorligi yoshlarni haqqiga duo qilish. Duo uchun keldik hammamiz. Ikki yoshni haqqiga duo qilish uchun. Hazrati Ali aytadilar: "Laysa shay'un ahabbu ilalloh minad du'a." Allohga duodan ko'ra mahbub amal yo'q. Bandani Allohga eng xush yoqadigan amallardan bittasi duo. Mo'min odam doimo duo qiladi. Sufyon Savriy aytadilar: "Men tuzimni ham Allohdan so'rayman, duo qilib so'rayman" dedilar. To'g'ri, bu ko'p natijalarga harakat qilamiz, mehnat qilamiz, intilamiz. U ishlarimiz sabab, mehnatimiz, lekin berguvchi Alloh. Shuning uchun azizlar, hamma narsani Allohdan so'raylik. Meni mehnatim, harakatim bir sabab, lekin berguvchi o'zingsan deb Allohdan so'raylik. Ayniqsa farzandlar, zurriyotlarning haqqiga duo qilishligimiz. Payg'ambarimiz alayhissalom ana da'vatu abi Ibrohim dedilar. Men bobom Ibrohimning duosini samarasiman dedilar. Nega bu gapni aytdilar? Ibrohim alayhissalom Makka hududiga kelib, ayollari Hojar onamiz va go'dak Ismoilni tashlab duo qildilar. Va ba'as fihim rasulan. Parvardigor shu yerdan bir payg'ambarni chiqargin deb duo qilgan ekanlar. 25 avlod o'tib Rasululloh ana shu zurriyotdan, nasabdan payg'ambar bo'ldilar. Meni payg'ambar bo'lishim bobom Ibrohimning duosini samarasi deyaptilar. Shuning uchun zurriyotlarimizni duo qilishligimiz, o'zimizni haqqimizga, bandani gohida o'zining haqqida qilgan duosi ijobat bo'lmasa-da, o'zganing haqqida qilgan duosi ijobatdir. Birinchi o'rinda ota-onalarimizni duolari. Otani, onani duosini olishga oshiqlik akalar. Mana bugun ota-ona haqida suhbat bo'ldi. Ota-ona duo qilsa, inshaalloh dunyoyu oxiratimiz obod bo'ladi. Anas ibn Malik aytadilar: Madinalik ansoriy biz uchun yaqin bo'lgan bir yigitni og'ir xastaligini eshitib ko'rgani kirdik. Kirsak haqiqatan ahvoli tang holda edi. Bir mahal biz uning huzurida bo'lgan holimizda ahvoli og'irlashib, g'arg'ara kelib vafot etdi. Biz uni yuziga parda tortib qo'ydik. Keyin tashqaridan onasi kirib keldi. Keksa onasi bor ekan. Bolasini yoniga o'tirdi, yuzini ochdi. U yog'ini ushladi, bu yog'ini ushladi, bolasini o'lganligini bilib, ona zorlanib Allohga duo qila boshladi. Parvardigor, seni deb iymon bilan sochim oqardi. Yoshim keksaydi. Meni shu yolg'iz bolamdan boshqa meni hech kimim yo'q. Keksa bandangni yolg'izlatib qo'yma Robbim. Meni duoyimni qabul et, bolamni jonini qaytar dedi. Ona duodan qo'li bo'shamasdan o'likni oyog'i qimirlay boshladi. Keyin boshini ko'tarib o'tirdi. Ona bola quchoqlashib ketdi. Anas ibn Malik aytadilar: "Fama barihna hatta ta'imna ma'a." Biz onasini duosi bilan tirilgan yigit bilan ovqatlanib, keyin ko'chaga chiqib ketdik dedilar. Nima bu? Onaning duosini kuchini ko'rib qo'ying. Ota-ona duo qilsa,
bizni hayolimizga kelmagan natija oldimizda mahliyo bo'ladi. Ulug'lar aytadiki, banda 50 yil mobaynida ilmi bilan, harakati bilan, mehnati bilan, tirishishi bilan yetolmagan natijaga bitta duo bilan yetadi. Ijobat bo'lib qoladigan bir duo bilan Alloh o'sha natijani berib qo'yadi. Vaholanki u natijaga 50 yil harakat qildi. Ilmi bilan, harakati bilan, mehnati bilan Alloh bitta duo bilan o'sha natijani beradi. Shuning uchun azizlar, doim duo qilaylik. Hozir yoshlar uncha duoga e'tibor qilmaydi-da. Salomni beradi-yu, mana peshin asrlarda qaranglar. O'rnidan turib shu xuddi bir yov quvganday otilib chiqib ketadi-da. O'tir ozgina. Ko'pchilikning ichida duosi ijobat bo'ladigan zotlar bor. 40 ta mo'min qo'l ko'tarib duo qilsa, Alloh ijobat qiladi. Bittasini qaysidir bir fazilati evaziga. Malik ibn Dinor aytadilar. Iroqning Basrasiga bordim. Katta jamiga kirdim. Jami to'la jamoat peshin namozini o'qigach, masjiddan chiqmasdan duo qilib yomg'ir so'rashdi. Bilsam Basrada, Iroqda qurg'oqchilik hukm so'rayotgan edi. Asrga qadar yomg'ir so'rashdi. Asrni o'qib Shomga qadar, Shomdan Xuftonga qadar, Xuftonni o'qib keyin jamoat tarqadi, lekin hali hanuz yomg'irdan darak yo'q edi. Men boradigan joyim yo'qligi sababidan o'sha xonaqohga kirib, masjidga kirib bir burchakdan joy oldim. Bir muddat o'tgach, bir odam kirib keldi. Usti yupun, kiyimlari idirab ketgan, ko'rinishidan juda xarob. Masjidga kirib, mehrobga yaqin keldi, atrofga alanglab qaradi. Hech kim yo'qligini bilib, keyin yengil 2 rakat namoz o'qidi. Salom bergach, yana atrofga alanglab qaradi. Yana hech kim yo'qligini his qilib, qo'lini ochib duo qildi. Parvardigor, bilaman sen bandalaringni sinayapsan. Ularning orasida xato gunoh ko'paydi. Ulardan yomg'irni to'sib qo'yding. Lekin Parvardigor, sen bandalaringga, butun maxluqotga rahimli, shafqatli zotsan. Seni karaming keng Parvardigor, bu xalqni ustiga yomg'ir bergin, dedi. O'rnidan turib, xonaqohdan chiqar-chiqmas osmondan yomg'ir yog'a boshladi. Men darhol shu odamning ketidan tushdim. O odam ko'chalarni oralab bir eshikdan kirib ketdi. Kun kech bo'lganligi sababidan o'sha eshikka belgi qo'ydimda, ertasi kuni kelib surishtirsam, u odamning uyi qul sotadigan odam uyi ekan u uy. O'yladimki, balkim bu qullardan bir odammikan deb. Eshikni taqillatdim, uyning eshigidan egasi chiqdi. Menga qul kerak, qul sotib olishim kerak dedim. Meni ichkariga olib kirdi. Qullarni birma-bir ko'rsatdi. Lekin men kecha ko'rgan odam ularning orasida yo'q. Boshqa yo'qmi desam, ana u chodirning ichida 2 tasi bor. Lekin ularning yoshi katta, senga ishga yaramaydi. Olgan pulingga kuyasan dedi. Qani bir ko'raychi deb borib qarasam, kecha men ko'rgan odam o'sha odam 2 tasini bittasi. Men shu odamni sotib olaman dedim. Egasi aytdiki, nima qilasan buni? Ishga yaroqsiz. Olgan pulingga kuyasan. Mana baquvvat qullarni olmaysanmi? Yo'q dedim. Men shuni sotib olaman deb aytgan puliga o'sha qulni sotib oldim. Uyimga olib ketdim. Oldiga ovqat qo'ydim. Qornini to'qladim. Eginini yangiladim. Keyin gap boshladim. Ko'rgan holatimni hammasini aytib berdim. Butun masjid ahli duo qildi, Alloh yomg'ir bermadi. Birgina sizning duoyingizni sharofatidan Alloh bu qavmga yomg'ir berdi desam, seskanib ketib menga qaradilar. Adashmayapsanmi dedilar. Allohga qasamki adashmayapman. Ko'zlarini quyi qilib, biroz sukut qilib yana menga qaradilar va yaxshilab o'ylab ko'rgin, balkim adashayotgandirsan. Allohga qasamki adashmayapman. O'sha duosi ijobat bo'lgan zotsiz siz dedim. Bo'lmasa menga fursat bergin dedi. O'rnidan turib mendan nari ketib sajda qildilar.
Men poyladim ha deganda sajdadan boshlarini ko'tarmadilar. Oldilariga yaqinroq borib quloq tutsam, sajdada Parvardigor sir oshkor bo'ldi. Bandalaring meni payqab qolishdi. Endi meni huzuringga olgin deb yolvorib Allohga duo qilayotgan. Shu zot sajda holida vafot topdilar. Allohga qovushdilar. Xulosa shulki azizlar, biz e'tibor qilmagan, nazarimizdan chetda bo'lgan bir odam Allohning do'sti bo'lishi mumkin. Balki oramizda eng hurmatli keling deb izzat ko'rsatgan odam ichimizda eng rasvo odam bo'lishi mumkin. Allohga kim yaqin zot, qaysi insonning duosi qabul, bunga juda ehtiyot bo'laylik. Bugun biz egniga qarab, kiyimiga qarab, turishiga qarab baho beryapmiz. Salomni ham o'shanga qarab baho beryapmiz. Muomalani ham o'shanga qarab muomala qilyapmiz. Yo'q azizlar. Duosi qabul bo'ladigan zotlar bor. Mana shu ko'pchilikning ichida o'tiringlar yigitlar. Duoda to'xtab turinglar, duo qilinglar deymiz, bu bekorga emas. O'sha jamoaning ichida bitta Allohning do'sti bo'ladi. Ko'pchilikning duosining ichida bitta Allohga qaysidir bir amali maqbul bo'lib qolgan insonning hurmatidan Alloh jamoaning duosini qabul qiladi. Ustozning duosi. Azizlar, ustozlarimizga juda e'tiborli bo'laylik. Biz uchun hayotni o'rgatgan, hunar o'rgatgan, ilm o'rgatgan, ilgari bir ustaga shogird bo'lsa, ustozni duosini, Fotihasini olmasdan ish boshlamagan. To'g'rimi? Ustani chaqirgan, ustozni chaqirgan, yelkasiga chopon yopgan, hadyasini bergan ustoz, duo bering, Fotihasini olib, keyin yakka tartibda ish boshlagan. Hozir mana shunaqa udumlar yo'q bo'lib ketdi. Ish o'rgatgan, hunar o'rgatgan, meni ustozim deyishga ham bormayapti. Ustozni hattoki aka deb bo'lmaydi. Palonchi aka deyish ham adabga to'g'ri kelmaydi. Ichimizda zaiflar bor, nochorlar bor. Mana bularning duolarini olishimiz kerak. Ad-duo huval ibada. Duo bu ibodatdir. Mana hozir ham bir joyda asr o'qidik. Jamoa duo qilyapti, bir yigit hali tasbih o'girib o'tiribdi. Chunki ulgurmaganda, ulgurmasa ham o'sha yerda to'xtating. Duoga qo'shiling. Sizni o'girayotgan tasbihingizdan duo ulug'. Duo ulug' bo'ladi. Tasbihni oxirigacha yetkazib qo'yaylik deydi-da, jamoa duo qilib turadi. Bu kishi hali qo'lini tebratib tasbih o'girib turadi. Bu noto'g'ri narsa. Qaysi biri ulug'? Tasbih ulug'mi yo duo ulug'? Duo. Allohga yolvorilyapti. Allohga zorlanilyapti. Mana shu narsaga qo'shilishligimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun azizlar, bugun xonadon ahllari ham, Otabek akamiz ham siz azizlarni duolaringizdan umidvor. Alloh taolo keladigan kelinimizni qadamlarini qutlug' aylasin. Nikohlari bo'layotgan yoshlarimizga Alloh baxt bersin. O'tgan marhum Hoji otamizni rahmat aylasin. Egamberdi Hoji otamiz, Hoji onamizni Alloh umrlarini ziyoda qilsin. O'tganlar shu xonadondan umidvorlarni Alloh ruhlarini shod aylasin. Nurali qor akamiz Allohning kalomini xatmonasini qilib kelganlar. Inshaalloh shu xatmonani yakunini qilib bersalar, o'tganlarimizni eslab, duolarda yo'qlab, inshaalloh keyin dasturxonlarga marhamat qilamiz.